metan propan o'rnatamiz aksiya narxlarda. Assalomu alaykum hammaga. Mana navbatdagi mashinamiz Foton Miller mashinasi. Bu mashinamizga metan o'rnatib berdik. 65 talik balonni ikkita orqasiga joylab berganmiz. Bezopasniy qilib, mahkam qilib tepaga osib berganmiz ramasiga. Bu tarafiga 120 talik qo'yib berdik. Bu tarafida akkumulyatorini narigi bakti yoniga perdelka qilganmiz. O'rniga 120 talik sel tushib ketgan. Oldi qismiga 4-pokoleniya original jihozlarda ustanovka qilib berganmiz. Hozir metanni ishlab turibdi. Bu mashinaga qo'ygan zapchastlarimiz Pacific 24/4 X Adaxniy direktorimiz и Real italyanskiy farsimdan foydalanganmiz. Zaprashniz Euro variant. Bu mana akkumulyatorni bakti yoniga ko'chirganmiz, akkuratni qilib. Bu tomonda 65imiz. Kech bo'lishiga qaramasdan mana ustanovka qilib bo'ldik hozirgina. Kimga mana shunday xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz, bemalol murojaat qilishingiz mumkin.